Zakatni kuyov o'g'ilga keliniga bersa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qarindoshlar zakatni kuyov o'g'ilga keliniga bersa bo'lamdi yo'q deganlarni talishib qoldi. Sizlar bir javob bersizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Allah Taala Qur'on Karimda zakat beriladigan 8 turni mundoq bayon qilgan. Zakat faqat fiqirlarga, miskinlarga, uni yig'adigan xodimlarga, dillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qo'llarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Allah bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Tavba surasi 60-oyat. Tug'ilish munosabati bor tuqqandarchilik mayli dada tarafdan bo'lsin yoki ona tarafdan bo'lsin, mayli dada, bova degan tartib bo'yicha ustiga mangdigan bo'lsin yoki bala, navra, avra, chavra degan tartib bo'yicha tuvanga mangdigan bo'lsin, shar'atda chiqimini o'zi ustiga elishi belgilangan kishiga zakat berish durust bo'lmaydi. Masalan, dada tuvanga manggan tartibda balasiga yoki navrasiga yoki avrasiga yoki chavrasiga va yoki yuqoriga manggan tartibda dadasiga, bovisiga, bovisining dadasiga, bovisining bovisiga bersa bo'lmaydi. Ayolining chiqimini qamdash erning ustiga yuklangan bo'lib, ayolning otasiga yuklanmagan. Kuy o'g'il qaynotasining o'g'li emas. Buning asosan zakatga fiqir miskinlik, qarzdorlik va boshqa sababdan loyiq bo'lgan kuy o'g'ilga zakat bersa bo'ladi. Balki tahi seli rahimni o'z ichiga olganlikdan afzaldir. Chunki urug' tuqqanlar xayr ehson qilinishda boshqalardan oldin o'rinda turadi. Albatta, bu ahvolda zakat berguchining qizi foydalanadi. Lekin uning qizi bu moldan zakat sifatida emas, erining puli sifatida foydalanadi. Chunki bu zakat pul erning qo'liga tushgandan keyin erning mulki bo'lib ketadi. Zakatni zakatga loyiq kuy o'g'liga bergan taqdirda uningga yoki qiziga buning zakat pul ekanligini deb yurishi hojatsiz, aksicha yaxshi ko'rilmaydi. Keliniga kelsak, kelinning va navrilarining nafaqasi o'g'liga vojib. Agar o'g'li fiqir bo'lsa, ota o'g'liga, keliniga, hatto navrilariga xarajat qilib ularni beqishi lozim. Bu sababdan ularga zakatini berish to'g'ri bo'lmaydi. Ota bo'lmagan ahvolda qo'l ilkida bor onami otaga o'xshash. Ammo kelin turmush chiqimi uchun emas, boshqa ishlar sabablik, masalan, o'zining tijoratida yoki kelin kelishdan burungi o'qishida degandek ishlarda qarzga kirib qolgan bo'lib, bu qarzni to'lagudek imkoniyati bo'lmasa, uning qarzini erining to'lash majburiyati bo'lmag'achqa, bu ahvolda qarzdorlar qatorida keliniga qarzni to'lash uchun zakat bersa yoki qarzini bevosita zakatdan to'lasa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.